Siz? Rahmat. Ha? Nega kayfiyatingiz yo'q? Tinchlikmi? Ha, tinchlik o'zim shunchaki. Charchagan bo'lsam kerak. Jonginam, mendan hech narsa yashira olmaysiz. Baribir bilib olaman. Ha, aytgandek, sizga sovg'am bor. Mana. Bu sizga mendan sovg'a. O'zingizni telefoningiz ancha ishlatilib eskirib qolganiga yangisini sizga olib berishga qaror qildim. Rahmat, lekin shart emasdi-da. O'zimniki ham yaxshi ishlab turuvdi. Mayli, olavering. Ertaga bir katta tashkilot rahbari bo'lib ketsangiz, menga ham olib berarsiz. Sizga chin dildan beryapman. Agar qo'limni qaytarsangiz, xafa bo'laman. Bilasizmi, o'zi men bu yerga sovg'a uchun yoki boshqa narsa uchun kelganim yo'q. Siz bilan gaplashib olishim kerak. Xo'p, avval sovg'amni oling. Hozir uyga kirib, bir piyola choy ichib, ovqatlanib, dasturxon oldida gaplashib o'tiramiz va sizni gapingizni hammasini eshitaman. Balki qizni ham suratini ko'rsatarsiz. Qaysi qizni suratini aytyapsiz? Sizni uylantirishmoqchi bo'lgan qizning suratini-da. Men sizni ichingizni rentgendek ko'rib turibman. Ochig'i, sizni uylanishingizga qarshilik qilmayman. Faqat munosabatlarimizni buzmasangiz bo'ldi. Qani, yuring. Uyga, ichkarida gaplashamiz.